Amerika prezidenti Joe Biden 19 sentabr kuni Birleşken Devletler Teşkilatı'nın New York'taki baş ştabida chaqirilgan 78. növbetlik yillik yig'inida maxsus so'z qilib, navbatda dunyo uchun muhim bo'layotgan bir qism zo'r masalalarni tilga oldi. Shu qatorda Uyg'urlar masalasini alohida sanab o'tdi. We cannot turn away from abuses, whether in Xinjiang, Tehran, Darfur, or anywhere else. Joe Biden sözüdə növbətdəki dünya vəziyyəti haqqında məxsus toxtalıb, dünya cəmiyyəti cəzmən tinchlikni saqlaş, toqunuşdan saqlanış və azab çəkiyotqan insanların dərdini yeniqiltishə küç çıxırışı lazım deyə göstərdi. Şundaqla növbətdə dünya miqyasında kişilik hüququnun dəbsəndə bolışı iğirlab ketiyotqanlığını, amma bunun 70 neçə il ilgirla Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı əhdnaməsində məni qılınğan işlər qatarından o'rin alğanlığını əskertdi. Bununla misal qatarida Uyğur diyarini misal qilib, kişilik hüququnun dəbsəndə bolışı məyli Şinjan'da bolsun yoki Tehronda bolsun birdek ayaqlaşı lazım. İnsanlar azab çekiyotidu. Amerika Qo'shma Shtatlari texmi bexatar, obat va adolatlik bo'lgan bir dunyoni ko'rishni istaydi. Chunki bizning kelgusimiz har qachon sizlarning kelgusinglar bilan chambarchas bog'langan degan. When it comes to China, I want to be clear and consistent. We seek to responsibly manage the competition between our countries, so it does not tip into conflict. U shuningdan keyin navbatda ba'zi davlatlarning Amerika haqidagi noto'g'ri bayonlariga raddiya berib, bu yerdagi har qanday hamkorlik munosabati hech qachon biror davlatni qismoqqa elishni ko'zlamaydi. Xitoy haqida men shuni yana bir qatim aniq ta'kidlab qo'yay. Biz ikki taraf o'rtasidagi mas'uliyatchanlik asosiga qurilgan raqobat bo'yicha ish ko'ryapmiz. Shunga biz to'qinishga kirmaymiz degan. Bu qitimqi yig'inda o'tirg'a qo'yilgan fikrlar navbatda har qaysi axborot vositalaridan keng yer elayotgan bo'lib, bundan keyingi dunyo vaziyatiga munosabatlik ba'zi yuzlanishlar oydinlashadi deb qaralayotganligi ma'lum.